Man hayotda bo'lmasa ham tushimda ko'rishib qolardim bu narsani. O'tmishga qaytadigan bo'lsak, Denji otasi o'lgandan keyin nima qilishni umuman bilmagan edi va uni xo'jayini, ya'ni hozirgi xo'jayini aytdiki, "Sen qarzdan to'lamasang, seni ertaga o'ldiramiz. Ertagacha nima qilib bo'lsa ham qarzini top" deb aytdi. Va u nima qilishni umuman bilmas edi va daraxt orqasida bekim turgan bitta iblis kuchugini ko'rib qoldi. Uni ko'rgandan keyin u juda ham qo'rqib ketdi, lekin u kuchuk zo'rg'agina yashayotdi. Ya'ni o'lib qolardi hozir. Uni ko'rgandan keyin Denjida bitta g'oya tug'ildi. Unga o'zini qonidan berdi. Ya'ni bilsak bo'ladiki, iblisga qon bersangiz, u yana davolanib ancha yaxshi bo'lib qolardi. U qonni berib unda sulh tuzishni tavsiya qiladi. Unga butun umr xizmat qilish kerak edi va u unga nima qilardi endi o'lishidan oldin rozi bo'ladi. Shundan keyin qarz bergan insonning yoniga borib, "Iltimos, meni o'chizdan bittasiga aylantiring. Men sizga iblisani olib kelib beraman. Bundan keyin qarzimni shunaqa to'layman" deb aytdi va bundan keyin shu bilan shu davom etdi. Va Denji bir kun uxlab yotganida uni xo'jayini kelib unga aytdiki, "Iblis chiqib qoldi, yur, ketdik" deb aytdi. U qo'lini oyog'iga olib ketdi. Bitta narsani aytishim esidan chiqib qoldi. Denjini bitta ko'zini va bitta jigarimi, o'pkasini, qatini durust sotib ya'ni qarzni tezroq to'lash uchun. Uni xo'jayini shubhali bir joyga Denjini olib keladi va oxirida bitta to'xtab, "Denji, nosing bormi?" deydi. Bu gapni eshitgandan keyin Denji o'zi ichishga suvim yo'q deydi. Keyin Denjini orqasidan kimdir "Masuka" deb pichoq tiqib oladi. Ayyo, adashdim, qilich tiqib olar ekan. Va aslida uni xo'jayini iblis bilan sulh tuzgan va u zombi iblisi bo'lgan. Bu ottagina 4 ta kallasi yo'q, bitta kallasi bor zombi iblis bo'lgan. Buni ko'rgan Denji qoni oqib qochib ketadi. To'g'rirog'i harakat qiladi, lekin u qochishga qanchalik ko'p harakat qilmasin, baribir zombilar uni tutib oladi. Va uni zombilar so'yib tashlashayotgan paytda Denjining xayolidan bitta narsa o'tadi. Nahotki men ham chimildiqqa kirolmayman deb qo'rqadi. Va oxirida ular Denjini bo'lalarga bo'lib musorga tashlashadi. Va undan keyin Denjini og'zidan qon oqib Pachitoning og'ziga tushadi. Bundan keyin Pachito ozgina bo'lsa ham yashashga bo'lgan umidi oshib, Denjiga o'zining yuragini beradi. Endi bo'lsa bizani bola Denji qaytadan tirilgandek tirildi. Eng qizig'i Pachitoning orqasidagi narsasi uning yuragida bo'lib qopti. Endi bo'lsa enasini ko'rsatadi zombilarni.